Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Assalomu alaykum Fazlin aka. Alaykum assalom. Allergiya nima va u qanday paydo bo'ladi? Allergiya, agar sizga ilmiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, allergos yot modda degan ma'noni anglatadi. Ya'ni organizmda yot moddaga nisbatan javob reaksiyasi hisoblanadi. Bu qanaqa sodir bo'ladi? O'sha organizmda qaysidir yot moddaga nisbatan sezuvchanlik oshib ketib qoladi-da va u organizm bilan u yot modda bilan kontakt bo'lganda organizmda antigen antitela kompleks hosil bo'lib, shu narsa allergiyani yuzaga keltiradi. Endi bu allergiya hammada har xil namoyon bo'ladi-da. Yana ham sizga o'zbekcha qilib tushuntiradigan bo'lsam, masalan, uyingizda it boqsangiz, begona odam kirsa xuriydi, to'palan qiladi-yu. Shu holat, masalan, uyingizda uje it xuriyapti, boshqa bo'layapti, to'palan bo'layapti. Shu holat men allergiyaga qiyoslasam to'g'ri bo'lsa kerak menimcha. Sababi organizmda shunaqa holat yuzaga keladi. Endi qanday yuzaga vujudga keladi deyilyapti. Allergiya yuqumli kasallik emas, kimdandir yuqmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ko'pchilik yoki bo'lmasa otadan onaga, otadan bolaga yoki onadan bolaga o'tadimi deb savol berishadi. Bu holat 100% tasdiqlanmagan, lekin bu ko'proq shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Kelgan bemorni surishtirsangiz, ota-onasida, onasida yoki otasida allergik holat kuzatilishi mumkin. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Allergiya bilan shamollashni qanday farqlash mumkin? Allergiya bilan shamollashni ko'pincha bizda bemorlarimiz adashtirib qo'yishadi. Adashtirib qo'yishganligi sababli ham nima desam, 70% bemorlarimiz lorlarda yoki pulmonologlarda yurishibdi-da, adashib yurishibdi. Buni farqlashning eng oddiy usuli, men ko'p aytaman, kelgan bemorlarimga aytaman, allergiyada hech qachon isitma chiqmaydi. Chunki bu yallig'lanish kasalligi emas, yo biron joyda yallig'lanish ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shuning uchun hech qachon isitma chiqmaydi organizmda allergiyada. Yallig'lanish kasalliklarida, shamollash boshqa nimalarda isitma chiqishi mumkin. Endi mana hozirgi kunda mana o'zimiz oddiy gripplardan keyingi yo'talni qoldirish juda muammo bo'lyapti. Bizda Xalqaro molekulyar allergologiya markazida o'qigan paytimizda o'sha kontaktimiz qolgan, endi aloqalarimiz borligi sababli Telegram internet gruppalarimiz bor edi. Xalqaro allergologlar, uning ichida endi Rossiya bor, Qozog'iston, Avstriyadan, Venadan, Gruziyadan mutaxassislarimiz bor. Shu gruppada ko'proq haligi kuzatib boraman. Hozir bitta biz O'zbekistonda emas, chet davlatlarda ham shunaqa suxoy kashel deydi, haligi quruq yo'tal muammo bo'lyapti-da. Bu endi ko'proq virus hisobiga bo'ladi. Eng oddiysi shu. Isitma chiqdimi, chiqmadimi? Isitma chiqmagan bo'lsa, demak bu allergik. Agar isitma chiqsa, u keyin yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. eng ko'p uchraydigan allergik kasalliklar qaysilar? Eng ko'p uchraydigan allergik kasalliklar bu meni fikrimcha allergik rinit bo'lsa kerak. Endi men o'zimga kelgan bemorning kolичествосiga qarab aytyapman-da, soniga qarab aytyapman. Eng ko'p uchraydigani, eng odamlarni qiynaydigani bu allergik rinit kasalligimiz. Allergik rinit kasalligimizni boshlanish davrida bemorda allergik rinit boshlansa, bir dona antihistamin allergiyaga qarshi dori ichsa, yaxshi bo'lib qolaveradi-da. Yaxshi bo'lib qoladi va shu sezonni normal o'tkazib oladi. Keyingi yiliga 10 kun ichishga to'g'ri keladi. Undan keyingi yiliga yoniga boshqa komponent qo'shiladi. Ko'rinmagan sari sekin-sekin kuchayib boradi bu narsa. Eng ko'p uchraydigan lekin allergik rinit. Lekin bitta narsani aytishim kerak, allergik rinitni ham oxiri astma hisoblanadi. Shuning uchun beparvo bo'lmaslik kerak, nazoratsiz qoldirmaslik kerak. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qanday holatda darhol allergologga murojaat qilish kerak? Darhol deyapsiz, endi bu haligi tezlik bilan, zudlik bilan demoqchisizda. Bunaqa kasalliklarimiz, ostri deymiz, o'tkir kasalliklarimiz bor-da. Masalan, o'tkir eshak yemi, o'tkir qavarchiq toshishi, o'sha atiok kvinki deymiz. Dori allergiyalari yoki asfiksiyalar, nafas qisishi.
Shunaqa holatlarda zudlik bilan allergologga murojaat qilish kerak. Ayniqsa dori allergiyasida. Chunki dori allergiyasida hozirgi kunda ko'payib ketdi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda o'qiyotgan bo'lsalaring kerak. Ukoldan keyin vafot etdi, og'ir ahvolga tushib qoldi. Bu narsalar juda tezlik bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun dori allergiyasini his qildimi, o'zida haligi bir reaksiyani his qildimi, darhol allergologga bo'lmasa ham birinchi tez tibbiy yordamga murojaat qilish kerak. Tez tibbiy yordamga zudlik bilan borish shart. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Bolalarda allergiyani erta aniqlash mumkinmi? Qanday belgilar bilan bo'ladi? Endi bu savolingizni keng yoritib bir soat gapirib beradigan, javob beradigan savol. Qisqa va lo'nda aytadigan bo'lsam, bizda tekshiruvimiz, skarifikatsion tekshiruvimiz bor, qon orqali tekshiruvimiz bor. Skarifikatsion tekshiruv, ya'ni bemorni o'ziga allergenlarni tomizib ko'rish orqali aniqlash 6 yoshdan keyin qilinadi. 6 yoshgacha mumkin emas. Endi siz savol beryapsiz, bolalarda deyapsiz, ya'ni 6 yoshdan kichkinalarda. 6 yoshdan kichkinalarda asosan qon orqali tekshiriladi. Qon orqali tekshiruv, panelli tekshiruvlarimiz bor. Ya'ni o'sha analiz topshirganda bitta qon analizi orqali 300 ta allergenga sezuvchanlikni aniqlash mumkin. Ovqatdan allergiya bo'lish uchun ehtiyot choralarini qanday? Ovqatdan allergiya hozir mana sezoni kelyapti. Bahor yaqinlashyapti. Hadimi qulpinoy chiqishni boshlaydi. Pomidor, bodringlarimiz chiqishni boshlaydi. O'zi endi pomidor, bodringki qishni yozim boru. Eng ko'p bahorda bizga murojaat qilishadigan ovqatdan ya'ni o'sha qulpinoydan zaharlanib kelishadi. Bunda ovqatdan zaharlanganda asosan eshak yemi o'sha tarvoq toshishi bilan kuzatiladi. Yegandan keyin kimdadir 1 soatdan keyin, kimdadir o'zi maksimum 72 soat deyiladi. Allergiyan pozni reaksiya, kechki qo'zg'aluvchi reaksiyalar ham 72 soatdan keyin. Bu degani 3 kundan keyin reaksiya berishi ham mumkin yegan mahsulotni. Endi ovqat allergiyasiga chalinmaslikni ehtiyot choralari nima desam mumkin? Tabiiy ovqatlanish faqat. Sababi qulpinoyda qaysi biri reaksiya beradi, qaysi biri bermaydi, uni hech kim aniq ayta olmaydi. Mana tasavvur qilib ko'ring, kim qulpinoyda ishqalab yuvib keyin yegan. Rosa borsa jomda turishicha bir qator suvga chayib olib yeyiladi. Hech qachon ustini ishqab, masalan, olmani yesangiz, ustini ishqab archib yeyishingiz mumkin, lekin qulpinoy shuning uchun ko'p reaksiya beradi. Juda ko'p uchraydi. Sababi usti shira bilan qoplangan. Bemalol unga mikroblar, changlar, allergenlar o'tirgan, yaxshi yuvilmaydi, shuning uchun ko'p reaksiya beradi. Qulpinoydan ehtiyot bo'lishsin ekan. Sezon kelyapti. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Immunitetni mustahkamlash allergiyadan himoya qiladimi? Yo'q, himoya qilmaydi. Sababi allergiya boshida aytganimdek tashqi ta'sirotlar, ya'ni tashqi allergenlarga nisbatan organizmda immun javob reaksiyasi, immun tizimi kurashganligi sababli allergiya kelib chiqyapti o'zi. Shuning uchun immun tizimini mustahkamlash, allergiyani endi to'g'ri, allergiyada yondosh belgilarni yaxshilash uchun kerakdir balki. Lekin immun tizimini yaxshilab allergiyani bartaraf qilish noto'g'ri ish. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Allergiyani butunlay davolab yuborish mumkinmi yoki faqat nazorat ostida ushlab turiladimi? Bilasizmi, allergiyani butunlay davolab yuborish mumkin bo'lganlari ham bor yoki nazoratda ushlab turish kerak bo'lganlari ham bor. Bu narsani organizmga ta'sir qiladigan allergenga bog'liq yoki bo'lmasa aynan sizga ta'sir qiladigan allergen topilgandan so'ng o'sha sizga ta'sir qiladigan topilgan allergenni vaksinasi bo'lsa, bu kasallikni 100% davolab olsa bo'ladi deb qo'rqmasdan aytishim mumkin. Sizda allergen topildi, lekin u aynan o'sha allergenni davosi, vaksinasi yo'q. Bunga davo yo'q. Nazoratda bo'ladi. Nazoratda bo'ladi. Masalan, yaqinda bitta bemorimizda shunaqa ko'proq anafilaksiya bo'ladi. 3-4 marta reanimatsiyalarga tushib chiqqan. Tekshirganimizda oxiri o'sha Rga nisbatan kuchli allergiya aniqlandi.
haqiqatan ham o'sha har bir reanimatsiyaga tushganda ari chaqqan. Bo'lib ham hozir aytib o'tganim pozni reaksiya bo'lganda 3 kundan keyin qo'ziyapti уже. 3 kundan keyin qo'ziyapti-da, u bemor reanimatsiyaga tushyapti. Tekshirganimizda ariga nisbatan kuchli allergiya chiqdi u bemorda. Vaholanki hali arini nima desam ekan, vaksinasi ariga nisbatan vaksina chiqdi, Yevropada bor. Biz O'zbekistonga hali kirib kelgani yo'q u narsa. Ularning kontaktlari bor. Menda bunaqa bemorlarimiz 5-10 taga yaqinlashib qoldi. Kontaktlari turibdi. Yaqin orada biz shu allergiya sentrdan so'raganimizda yaqin orada kirish arafasida turibdi bu vaksina ham. Kirsa ularni ariga nisbatan vaksinatsiya qilib emlaymiz. Keyin qo'rqmasa bo'laveradi. Lekin ungacha nazoratda bo'ladi. Hozirgi aytgan gapingiz. Tuzaladimi yoki nazoratda yuradimi? Ba'zi birlari vaksinasi bo'lsa tuzalib ketadi, nazoratdan chiqib ketadi. Lekin vaksinasi yo'qmi, nazoratda bo'ladi ular. Ariga nisbatan vaksina yo'q. Hozir O'zbekistonda hozircha yo'q. Shuni hisobiga nazoratda turibdi ular. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Allergik testlar qanday o'tkaziladi va ularning natijasi ishonchlimi? Ko'pincha bemorlarimga aytaman, siz aytayotgan allergik testlar bular provokatsion proba deymiz, o'sha allergiyani qo'zitib ko'rish orqali aniqlash, ya'ni bizning probalarimiz, sinamalarimiz. Bu aytamanki, tekshiruvlarimiz ichida eng realnisi, haqiqatga yaqin, haqiqiy adashmaydigani shu deb o'ylayman. Sababi organizm aldamaydi. Bu apparat emas, yo kompyuter emas, yo avtomat aniqlanmayapti. Organizmga allergenni tomizib ko'rish orqali aniqlanyapti. Biz bu sinamada o'sha har xil allergenlarimiz bor. U o'zimizning mintaqada eng ko'p uchraydigan allergenlarni olib kelinadi bunda. O'sha allergenlar tomizib ko'riladi. Qaysi biriga allergik holat bo'lsa, o'sha o'zi ishib chiqadi. Mana bizga belgi beradi. Tushunarli. Bu haqiqatga yaqin albatta. Avtomat tekshirgandan yoki kompyuter tekshirgandan ko'ra aniqroq chiqadi. Sababi biz o'sha molekulyarka deymiz, 300 ta allergenga tekshirganimizda bemorda hech nima chiqmayapti-da, analizda ba'zida shunaqa holatlar ham bo'ldi-da. Lekin prik test o'sha sinamamizni qo'yib ko'rsak, sinamada chiqyapti. Biz sinamaga ishonamiz. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Yana bitta savol, boya kelayotganimda ikkita aka-ukamni bolachalarga chizib, haligi allergiyasini tekshirib qo'ygan ekansiz. Ularda aka-uka bir-biriga yuqqanmi, qanday bo'lgan? Yo'q, ular Qo'qondan kelishdi. Bir-biriga yuqmagan. Boya boshida aytdim, allergiya yuqmaydi, organizm yuqmaydi. Lekin bu oila o'zi allergiyaga moyilligi yuqori oilada, sezuvchanlik yuqori hammalarida. Ota-onasida ham, otasida ham, onasida ham bor. Shu sababli ikkala o'g'lida ham allergiya bor. Ikkala o'g'illarda ham allergiya bor. Lekin hozir o'sha ko'rganingiz, o'sha hozir aytganim sinama qo'yib tekshirganimizda chiqyapti. Aka-ukada boshqa narsaga chiqyapti. Ikki xil allergiya. Ikki xil. U hozir aytganimdek, allergiya sezuvchanlik oshib ketgan xo'p organizmda. Lekin nimaga nisbatan? Qaysi allergenga nisbatan? U hammada bir xil bo'lmaydi. Xo'p, aka-uka, ikkovida ham allergiyasi bor. Ikkovining allergik riniti bor. Bezovta qilyapti. Lekin ikki xil narsa. Bu bir xil narsa emas. Allergiyaga qarshi dorilarni doimiy ichish xavflimi? Allergiyaga qarshi dorilarni turi ko'p. Ya'ni turi ham biz pokoleniyasi deymiz, har xil guruhlari bor-da. Masalan, levositrizin guruhlari bor, sitrizin guruhlari bor. Bularda 14 kun, 15 kundan oshiq ichish mumkin emas. Buni endi albatta shifokor aytish kerak bemorlarga yoki bo'lmasa bizda endi xalqimizda tibbiy madaniyatimiz juda hali unaqa rivojlanib ketmagan. Buni endi shifokor aytish kerak aslini olganda. Bemorlar keladi, ba'zi bemorlar so'rasangiz 2 oy, 3 oydan beri ichyapman dedi. Allergiyaga qarshi dorilarimiz ichida uzoq muddat ichiladiganlari ham bor. Yillab ichishga ruxsat berilganlari ham bor. Ana shularda uzoq muddat ichish ziyon keltirmaydi. Lekin hozir aytganimdek, levositrizin, sitrizin guruhi dorilarida uzoq muddat ichish sog'liq uchun xavfli hisoblanadi. Mutaxassisga yuzlangan yaxshi ekanda allergiya. Endi mutaxassis bilan maslahatlashib ichgan ma'qul. Ko'p bemorlarimiz
o'sha dorixonalardan so'raydi. Bunaqa bo'lyapti, nima ichi? Dorixonadan oladida, ichsa sal yengillaydi. Keyin doimiy shuni ichib yurishni o'rganib oladi. Men bunaqa ichsam yaxshi bo'lib qolaman-da, mana dorini ichsam yaxshi bo'lib qolaman-da deydi. Lekin u palapartish ichish ham noto'g'ri. Ertaga xotira susayishi, uyquchanlik yoki bo'lmasa organizmda boshqa bir gormonal o'zgarishlar yuzaga keltirib qo'yishi mumkin. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Men o'zimni qiziqtirgan bitta savol bor. O'zimda bo'ladi. Bir dona ko'zim qichiydi. Bu allergiyadanmikan yo o'sha telefon, kompyuterlarning nuridanmi? Agar sizda bunaqa bo'ladi, sizga o'xshagan bemorlar keladi, bir dona ko'zingizda qichish ekan, qichish sodir bo'layotgan bo'lsa, bu allergiya emas. Allergiya. Allergiya hech qachon bir tomonda bo'lib, bir tomonda bo'lmay qolmaydi. Odatda bizda ikkala ko'zda ham qichish bo'ladi. Agar bitta ko'zda qichish bo'layotgan bo'lsa, buni o'sha ko'z doktori mutaxassis bilan maslahatlashganingiz ma'qul. Sababi o'sha ko'zdagi griboklar bo'ladi, ko'z zamburug'lari bo'ladi, kiprik bitlari deymiz. Shunaqa holatlarda inkor qilib qo'yish kerak. Bu allergiya emas. Mavsumiy allergiya bilan qanday kurashish mumkin? Mavsumiy allergiya bilan kurashish, buni savolingizni javobini mendan ko'proq o'sha mavsumiy allergiyasi bor bemorlar ham yaxshi biladi. Sababi mavsumiy allergiya bilan kurashish nima? Masalan, bahorda bezovta bo'ladi, allergik riniti bor, bahorda bezovta bo'ladi. Hozir yana 10 kun qoldi, уже boshlanadi bemorlarimizda bezovtachilik boshlanadi. Bu paytda imkon boricha changdan ehtiyot bo'lish, shamol, shabada bo'lgan kunlari tashqariga chiqmaslik, chiqsa ham niqob taqib chiqishlik va mana masalan allergik riniti bor, xo'p, burun bitadi, aksiradi. Bunda nima qilish kerak? Bunda burunni ko'p chayish kerak. Bir kunda 4 mahal, 5 mahal oddiy suv bilan. Bunda nima bo'ladi? O'sha chang bilan birga kirgan allergenlarni burunni chayganda yuvib tushirib yuboradi-da, u reaksiya berib ulgurmaydi. O'sha allergiya qo'zigan paytda parhez o'sha allergiyasini, mavsumiy allergiyasini kuchaytirishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni yemay turadi. Biz o'zimiz ularga ro'yxat beramiz, o'sha ro'yxat bo'yicha ovqatlanib turadi. Ko'pchilik mutaxassislarimiz aytadi, bir-bir parhez qilasan. Yo'q, unaqa bir-bir parhez qilmaydi. Biz taqiqlagan mahsulotlar qo'zib turgan allergiyani kuchaytiradi. O'ziga allergiya qo'zitmaydi. Yaxshi yurgan paytda, allergiyasi qo'zimayotgan paytda, masalan, mavsumiy bahorda bezovta qiladi xolos. U bemorda qishda yoki kuzda yo yozda parhez qilishning keragi yo'q. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Yana bitta o'zimdan savol. Issiqqa kirsam ham burnim bekib aksiraman. Changga kirsam ham burnim bekib aksiraman. Bu nimadan? Endi qarangda, siz aytyapsiz, issiqqa kirsam ham burnim bekib aksiraman. Changga kirsam ham burnim bitib aksiraman. Siz issiqqa kirsam deb nazarda tutayotgan narsangiz uyda nazarda tutyapsizmi? Qarangda, bitta chang zarrasini mikroskop ostida tekshirib ko'rilsa agar 300 xil allergenni bir kishidan bir dona chang hosil bo'ladi. Endi shu 300 xil allergenning ichida sizga ta'sir qiladigan allergen bo'lsagina siz allergiyangiz qo'ziydi. Bunga isbot mavsumiy allergiyalar, men hozir aytdik, mavsumiy allergiyalar, bahorda bezovta bo'ladiganlar, changda kuchayib ketadi. Shamol, shabada bo'lsa kuchayib ketadi. Chunki allergenni uchib kelish ko'payadi. Qishda ham, kuzda ham, yozda ham chang bor, to'g'rimi? Yozda ham chang bor. Nimaga o'sha paytda bezovta bo'lmaydi? Sababi o'sha paytdagi changning tarkibida aynan bu bemorga ta'sir qiladigan allergen bo'lmagani. Bu chang transport. Mana ko'pchilik aytadi, teredi puxi, chinorda puxiga allergen bor deydi. Ular transport xolos. O'sha ustida allergenni mindirib oladi-da, sizga ko'proq olib kelib beradi. Endi siz o'sha issiqqa kirganingizda ham chang bilan o'sha allergen bilan kontakt bo'lyapti, changga kirganingizda ham o'sha allergen bilan kontakt bo'lyapti. Shuni hisobiga bo'lyapti. Allergiyani maxsus davolash usullari bor. U qaysi paytda davolanadi? Siz nazarda tutayotgan narsa asid terapiya deyiladi. Ya'ni asid allergen spesifik immunoterapiya. Bular
hozirgi aytganimiz sinama qo'yib allergiyani aniqlash bu diagnostika. Aniqlash, ya'ni nimaga allergiyasi borligini aniqlash. Maxsus lecheniyamiz, ya'ni o'sha assid terapiya bu davolash. Endi assid terapiya qachon o'tkaziladi? Assid terapiya asosan allergik xastalik xuruj qilmayotgan paytda, ya'ni remissiya davri deymiz, bezovta qilmayotgan paytda o'tkaziladi. Masalan, bahor, yoz, kuz bemor bezovta bo'ladida, qishda yaxshi yuraman deydi. Bularga o'sha noyabr, dekabr oylarida boshlaymiz maxsus lecheniyamizni, assid terapiyani o'sha paytda o'tkaziladi. Ya'ni bir so'z bilan aytishim mumkinki, allergiya bezovta qilmayotgan paytda tashqi muhitda o'sha bemorga ta'sir qiladigan allergen yo'q paytda o'tkaziladi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan.